Assalomu alaykum hammaga. Bu Tiko mashinamiz 60 ming yurgan yangi, shu izolyatsiyaga keldi. Chexol polik qilib beryapmiz. Birinchi slojlariga komfort tashladik, ikkinchi slojlariga blackton, old motor qismini folga bilan yopdik issiq sovuq uchun. Eshiklariga komfort materiallarni yopishtirdik. Zamoklarini yog'lab, xudo xolasa chiroyli qilib yeryapmiz. Detallarini sepib beramiz. Seri detallari ancha urinib qolibdi. Bu K5 mashinamizni polni shu izolyatsiyaga olib qo'yganmiz. Birinchi slojlari tashlandi. Komfort materialimizdan qilyapmiz. Polni 100%. Pollari yo'q, hamma joyiga tashlab bo'ldik. Endi ikkinchi slojlari bilan shug'ullanamiz. Ikkinchi slojlarini tashlaymiz. Asosan K5larda lyuklarida qirsillashlar bor. Buni lyuklari yechilmaydi, turgan joyida qilib beramiz. Ko'p kishida shu kasalligi bor. Xudo xolasa ularni ham yo'q qilib, chiroyli qilib beramiz. Kimga shu xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar.